Kim bo'ldi ekan hozir endi shu paytda? Ukammi? Alo. Alo aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat ukajonim. Tinchlikmi? Kontraktimni qolganini to'lashga pul kerak edi. O'shani qachon qilib berasiz? Xo'p ukajonim. Hafta oxirigacha undan bu kimdan qarz olib bo'lsa ham sana pulingni beraman. Bemalol o'qirgin, xo'p? Xo'p aka. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p, bo'ldi hozir. Manfaatdan tezroq yig'ishtirib olgan. Bo'ldi, xo'p hozir. Mayli. Pul topiladi. Muhim ukam ishlar yaxshi bo'lib ketsa bo'lgan.